Hozirgacha 400 ming bo'lgan va o'sha 400 ming reklamaga sarflangan, o'sha sarflangandan kelib tushgan sotuvlar 5 million dollardan oshgan. 3 ta joyda ishlasangiz 500 dollardan 1,5 ming dollar sizga daromad bo'ladi. Qancha ko'p sotuvlar bo'lsa, qancha ko'p lidlar kelsa, shuncha ko'p daromad topishingizning yo'li. Eng qizig'i, bu pulni bir oyda topmaganman. Ya'ni biz 11 kun reklama yongan uchun men 1000 dollar target xizmat haqqi olganman va ishni boshlashdan oldin naqd pulda olganman. O'sha bilan 350 dollar pul topishim mumkin edi. Boya 200 topyapti. Men aytdimmi? Men o'sha lid qilib berdim. 68 ming dollarlik sotishdi. Men 68 dollar oldim. Ishlayman deb aytishingiz ozgina qiyinroq. Buni qanaqa aytishni ham sizlarga aytib beraman. 300, 200, 500 ming dollar bo'ldi. Mencha to'layveramiz 100 dollar. Общий 1100 dollar bo'ldi. Yoki bugun to'lov qilsangiz, masalan, hammasini 900 dollar yoki 1000 dollar qilib beraman deb taklif berib, bemalol bitta loyihada shuncha pul olishingiz mumkin. 11 million 470 ming so'mlik kurslarimni shuni bepulga shuni qo'shib berib yuboraman. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bu videoda sizga target orqali 1000 dollardan 3000 dollargacha qanaqa qilib daromadga chiqilishi real yo'l xaritasini ko'rsatib beraman. Ya'ni o'zim bosib o'tgan yo'llar, o'quvchilarning bosib o'tayotgan yo'llar va nima deydi, real keyslar orqali xudo xolasa sizlarga razbor qilib beraman. Va bu videoda sizga 3 ta narsani o'rgatmoqchiman. Ya'ni biz o'sha 1000 dollardan 3000 dollarga daromadga chiqishimiz uchun target orqali kimlar qanaqa pul ishlashini ko'rib chiqishimiz kerak. Target orqali pul ishlashni daromad modellarini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni o'sha bizga daromad modellarini bilib olib, o'sha bizga mos keladigan yoki ko'proq foyda olib keladigan modellarni tanlab, shu orqali ishlashni o'rganib olsak bo'ladi va o'sha 1000 dollardan 3000 dollargacha qanaqa qilib chiqishi real yo'l xaritasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 5 ta qadamini. Va albatta videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonus tayyorladim. Hozirgi natijani 2x yaxshilash cheklisti. Ya'ni agar siz targetolog bo'lsangiz yoki target sohasini endi o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu umuman target sohasiga kirmoqchi bo'lgan va target sohasidagilar uchun to'g'ri keladigan cheklist hisoblanadi. Ya'ni hozir sizda rezultatingiz bor. Shuni mana shu cheklistdagi qadamlarni bajarib yaxshilashingiz mumkin. Agar siz xudo xolasa kelajakda targetolog bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu kelajakda kerak bo'ladi. Agar hozir target yoqib turgan bo'lsangiz, hozir sizga kerak bo'ladi va buni qanaqa qilib olishni videoning oxirida sizlarga aytaman. Darsni boshlashdan oldin buni bilib olishimiz kerak. Target bu shunchaki oddiy soha emas, pul ishlashda real mexanizmi. Ya'ni bu siz tushunsangiz bo'ladi. Bitta qanaqadir apparatda mana 1 dollarni shuni solsangiz, pastdan 2 dollar, 3 dollar, 4 dollar, 10 dollar, hattoki 100 1000 dollar qilib qaytarib olsangiz ham bo'ladi. Buni o'zimning real кейslarimda ham hozir sizlarga video davomida ko'rsataman. Endi siz bitta narsani bilishingiz kerak. Target sizni xavfsiz boy qiladigan soha. Ya'ni trading bor, masalan, sohalar ko'p. Hozir juda ham trend bo'layotgan soha trading. Ya'ni SMM hozir SMM mutaxassislarga, endi biz shu marketing sohaning ichida yurganimiz uchun bilamiz, SMM menejerlarga hozir juda ham talab yuqori. Masalan, siz SMM menejer bo'lish mumkin va target. Mana shu 3 ta sohani men sizlarga hozir taqqoslab beraman. Qaysi yaxshiroq, qaysi nima plyusi bor, qaysi nima minusi bor va hokazo ketdi. Birinchisi trading. Masalan, siz trading o'rgansangiz, sizda kapital bo'lmasa, ya'ni o'shanga sarflaydigan pulingiz bo'lmasa, siz yaxshi pul topa olmaysiz. Bu sohani nojoiz joylari ham bor. Ya'ni bu shubhali soha. Pul yo'qotish ehtimoli juda ham yuqori, riski juda ham baland. Masalan, bugun siz 1000 dollar topsangiz, ertaga 10 ming dollar yutqizib qo'yishingiz ham mumkin. Psixologik bosimi kuchli, ya'ni stress juda ham kuchli. Agar siz stressga bardoshli bo'lmasangiz, bu sohada ko'p uzoqqa bora olmaysiz. Ya'ni stabil daromad yo'q. Masalan, siz stabil daromad qila olmaysiz bu sohada. Siz trading shuni bilib olsangiz bo'ladi, sizga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi. Masalan, SMM to'lanadigan pulga nisbatan ish hajmi juda ham ko'p. Ma'lumot o'rnida shuni aytib qo'ying, men birinchi marketing sohasiga SMM menejer bo'lib kirganman. Ya'ni SMM sohasini o'rganganman, SMM menejer bo'lib faoliyat olib borganman va qarasam, ish hajmi juda ham ko'pda, kam pul berishyapti. Targetologlar kam ishlayotdi, ko'p pul olyapti va shu orqali SMM menejer bo'lib boshlaganmanda targetga o'tib ketganman. Va menga yoqmagan tomonlari shu to'lanadigan pulga nisbatan ish juda ham ko'p. Kuni bilan syomkada yurasan, kami o'tirib kontent yozasan, yana syomka, nimaga sotuv bo'lmayapti? Men like, kommentlar, mana videolar qo'yamiz zo'r deysiz, lekin sotuv bo'lmayapti degan e'tirozlar juda ham ko'p. Ko'p vaqtingiz o'sha syomka komandalar bilan o'tadi. Oyiga shu 200 dollar, 400 dollar maksimum bitta proyektdan topishingiz mumkin yoki agentstoga kirsangiz, mana shundan ko'p pul berishmaydi. Target sohasini oladigan bo'lsangiz, ya'ni men o'zim ishlab keladigan hozir 3 yildan beri bu kuniga 12 soatlab ishlashi shart emas.
Kompyuter oldida issiq ofisda o'tirasiz, reklamalarni yoqasiz. Kunda 3 qismiga bo'lib kirib, reklamalarni qarab, analiz qilib, qo'shimcha tavsiyalar bo'lsa, mijozlarga yozib qo'yasiz, bo'ldi. Shu orqali siz yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Unaqa ko'p o'tirib, stressda unaqa narsalar yo'q. Natija aniq o'lchanadi. Masalan, siz SMMda natija aniq o'lchanmasa, bunda aniq o'lchanadi. Masalan, oxirgi 1 oyda siz reklamaga 10 ming dollar sarfladingiz, mana bunaqa rezultat bo'ldi degan siz narsani po faktu keltirib bera olasiz mijozga. Natija bo'lib, sotuv bo'lsa, qiymatingiz oshadi. Masalan, siz 1 oy ishladingiz, zo'r natija qilib berdingiz. Endi masalan, keyingi oy zo'r natija qilib berish uchun siz men oldin mana shuncha summaga ishlagan bo'lsam, endi ko'proq ishlayman deyishingiz mumkin. Oylik 300 dollardan 1000 dollargacha yokida fiksa plus KPI qilib ishlasangiz bo'ladi. Mana shuni daromad modellarida hozir ko'rib chiqamiz, yana batafsil qilib. Masalan, siz o'sha 300 dollardan 1000 dollargacha bitta joyda ishlab yoki bitta loyihadan olishingiz mumkin. Bu realniy bo'ladigan narsalar. Men sizga hozir o'zim olgan loyihalarni ham ko'rsataman. Men o'zim target sohasiga kirishdan oldin aytganimda SMM menejer bo'lganman, rosa ishlaganman, ko'p vaqtimni o'tkazganman. Menga to'g'ri kelmagan. O'qituvchi ham bo'lganman. O'quv markazida matematikadan dars berganman. Adashmasam 1 yili 8 oy dars berganman, menga to'g'ri kelmagan. Umuman olganda 14 yoshim, ya'ni 7-sinfimdan beri, hozir 24 yosh bo'lsam, ya'ni 10 yildan beri men yurib kelganman. Oxirgi 3 yildan beri target sohasi bilan shug'ullanyapman. Va sotuvchi ham bo'lib ko'rganman. Bozorda hamma narsa sotganman. Ko'rayotganinglarda zar, yengillar, ana podarkalar va hokazo hamma narsa ishlab ko'rganman. Qurilishda ham ishlab ko'rganman. Men nima deydi, bu hayotda hayotimni o'zgartirishim uchun ko'proq pul kerakligini tushunganman va chiqib ishlashni boshlaganman. Sotuvchilik qilib ko'rganman, qarayapman, qanchadir vaqt ketyapti-da, yaxshi pul yo'q. Quruvchilik qilib ko'ryapman, unga o'tgan, bunga va hokazo shunaqa qilib o'zim hayotimda eng katta pullarni target sohasi orqali topganman va hayotimni bu soha o'zgartirib yuborgan. Bu sohani o'rganib, ishlashni boshlaganimdan keyin va bu soha men uchunligini tushunib yetganman. Ya'ni bu soha orqali o'zimga shu mashina olganman, sayohatlarga chiqaman, o'zim 3 marta alohida chiqib, 1 marta onamni ham sayohatga olib borib kelganman. Xudo rahmatli, otam o'tib ketgandan keyin oila mas'uliyati o'zimga tushgan va singlimni xudo xolisa 1 yil oldin hech qanaqa qarzlarsiz o'zim to'ylarini chiroyli qilib o'tkazib, hamma xarajatlarni o'zim yopib, umuman olganda o'sha target orqali topgan pullarimni o'sha yerga sarflab, xudo xolisa hech qanaqa qarzsiz chiqqanman. Va bularning barchasini menga Alloh berdi. Men faqat bu yerda sabablari haqida gaplashmoqchiman. Bularni men qildim degan narsalarni aytmoqchi emasman. Faqat men qilgan sabablarni aytmoqchiman xolos. Hozirgi kunda Target Mastery Agency va Target Mastery Academy'larning asoschisiman. Target Mastery Agency bu bizneslarga target xizmatini ko'rsatadi. Akademiya esa o'sha odamni target o'rganmoqchi bo'lganlarga targetni o'rgatadi. Va bu sohada 3 yildan beriman, 3 yildan oshdi. Va hozirgacha reklamaga 400 ming dollardan oshiq pullar sarflaganman. Hozirgi bizning agentство oyiga 10 ming dollardan 20 ming dollargacha mijozlarning pulini sarflaydi har oy. Hozirgacha 400 ming bo'lgan va o'sha 400 ming reklamaga sarflangan, o'sha sarflangandan kelib tushgan sotuvlar 5 million dollardan oshgan. Umumiy mijozlarimiz sotuvlar. Bu yerda qurilish firmalari bor, xususiy maktablar bor, mebel, universitetlar va hokazo va shu nima deydi, odam shaxsiy brendlarni, qanaqadir kurslarni sotuvi qo'shganda o'sha umumiy taxminan shu 5 million dollardan oshadi. Demak, siz bilan target qanaqa soha ekanligini ko'rib chiqdik. Endi target orqali kimlar qanaqa daromad qilishini siz bilan ko'rib chiqamiz. Ketdi. Tanishing, bu Baxtiyor tadbirkor 50 dollardan ayiqcha sotadi. Ya'ni Xitoydan 20 dollarga sotib oladi-da, 50 dollarga O'zbekistonga sotadi. Bu esa tanishing, Jasur Targetol bizneslarga target xizmatini ko'rsatadi. Va bu ikkalasi hamkorlikda ishlashni boshlashdi. Ya'ni Jasur o'sha Baxtiyorning o'sha ayiqchasini Instagram va Facebookda reklama yoqib, uni sotib olmoqchi bo'lgan odamlar nomerini olib beradi. Baxtiyorning menejerlari esa telefon qilib sotadi. Va o'sha Jasur mana shu reklama yoqib berish uchun, ya'ni target xizmati uchun 200 dollar xizmat haqqi oladi. Men sizga jarayonni to'liq tushuntirib beryapman. Va o'sha ayiqchani Baxtiyor videoga olib beradi-da, olib berib Jasurga tashlab beradi. Jasur Facebookka kiradi-da, o'zini o'sha Ads Manager, Business Manager degan joylar bor. Shu orqali reklamani nastroyka qiladi. Nastroyka qilib
Instagram, Facebook orqali ayiqchani odamlarga ko'rsatadi. Ya'ni o'sha ayiqcha sotib olmoqchi bo'lgan, tug'ilgan kuni yaqin o'rtada, tanishlarini tug'ilgan kuni yaqin o'rtada bo'lgan odamlarga reklamasini ko'rsatadi-da, ayiqchani sotuvini yo'lga qo'yishni boshlaydi. Va vaqt o'tgan sari reklama pul sarflaydi-da va boyagi ayiqchani sotib olmoqchi bo'lgan odamlarga ko'rsatadi reklamani va shu orqali odamlar men olmoqchiman degan deb nomerini qoldiradi. Qoldirgandan keyin Baxtiyorning menejer qizlari o'sha nomerlarga telefon qilishadi va telefon qilib siz bizani ayiqchamizga qiziqish bildirgan ekansiz, qatga dastavka qilib berish kerak, narxi 50 dollar. Ular aytadi, "Men bizga dastavka qilib berishga bo'ldi", dastavka qilib beradi, boradi, pulini to'laydi, ayiqchani olib qoladi va shu orqali pulini ishlaydi Baxtiyor. Xullas, umumiy kartinka Instagramda reklama chiqadi, odamlar kirib nomerini qoldiradi va shu orqali Baxtiyorning menejer qizlar telefon qilib bo'yatganini sotib, shunaqa pulni qilishadi, xudo xolisa. Natija qanaqa bo'ladi? Mana qarang, ayiqcha 50 dollar ko'rayotganingizdek, Facebook, Instagramda reklamaga 300 dollar sarflanadi va 300 dollarga har bir 1 dollardan bo'lgan 300 ta nomer keladi. 300 ta odamdan 50 ta sotib olaman. 300 ta nomer keldi, telefon qilib gaplashdida 50 tasi olaman dedi va oldi. Endi unaqa bo'lmaydi-yu, 300 taga telefon qiladi, 150 tasi ko'tarmaydi, 150 tasi ko'taradi. Undan masalan 70 tasi olaman, dastavka qil deydi. 70 tasiga dastavka borgandan keyin 20 tasi отказ qilib yuboradi, 50 ta sotib oladi va xullas jarayon shunaqa bo'ladi-da, 50 ta sotib oladi. 50 dollardan 50 ta sotuv bo'ldi. Baxtiyorga naqd 2,5 ming dollarlik sotuv bo'ldi. Endi bu yerda 2,5 ming dollar o'zini foydasi emas. Nimaga? Bu yerda rasxodlar bo'lgan. Jasur 200 dollar olgan xizmat narxiga 300 dollar reklamaga sarflandi va o'sha endi ayiqcha bepul emas-ku, to'g'rimi? Xitoydan 20 dollardan olyapti. 50 tasi 1000 dollar bo'lar ekan. Demak, o'sha 200 dollar bo'lgan, 300 dollar bo'lgan 1000 dollar ayiqchaga qo'shsa 1,5 ming dollar Baxtiyorda rasxodi bor ekan. Demak, 1,5 ming dollar rasxod qildimi? Nima deydi? 2,5 ming dollar sotuv bo'ldi, 1,5 ming dollarni rasxod qilsa, 1000 dollar o'zining daromadi qoldi. Demak, Jasur 200 dollar ishladi bu yerda. Baxtiyor 1000 dollar ishladi. Agar o'sha Baxtiyor target sohasini o'zi o'rganganda edi, o'sha 200 dollar ham o'zining yoniga qolardi. Agar Jasur daromad modellarini bilganda edi, 200 dollar emas, bundan ko'proq pul topishi mumkin edi. Hozir sizlarga qanaqa qilib Jasur ko'proq pul topishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Undan oldin bitta savol bermoqchiman. Voy, Jasur kam pul ishlar ekanda deb hafsalasi bir bo'lganlar bormi? Agar shunaqalar bo'lsa, kommentariyada plyus yozib yuboringlar. Hozir qanaqa qilib ko'proq pul topish mumkinligini men sizlarga yo'lini tushuntirib beraman. Target Talk'da 3 ta daromad modellari bor. Birinchisi oylik xizmat, ya'ni siz aytasiz, "Men sizlarga target yoqib beraman, 1 oy xizmat ko'rsataman. Shu siz endi tajribangizga qarab, keyslaringizga qarab 200 dollardan 1000 dollargacha, balki 1000 dollardan ham ko'p olishingiz mumkin. Men 1,5 ming dollar olgan joylarim ham bo'lgan. Lekin bu stabil emas, bir marta olganman 1,5 ming dollar. Nu, masalan, siz 500 dollar, men ishlagan joylar bo'lgan, 500 dollardan 7 oy ishlaganman. Bitta joyda 500 dollar har oy kelgan. Siz ham mana shunaqa qilib, bemalol eng qizig'i, masalan, 500 dollardan 3 ta joy qilib qo'ysangiz, 3 ta joyda ishlasangiz, masalan, bu sohada eng zo'ri, masalan, borib ishlashingiz shart emas. Onlayn ishlaysiz, bir oyda tam 4 marta yoki 5 marta, 6 marta borsiz bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib, 3 ta joyda ishlasangiz, 500 dollardan 1,5 ming dollar sizga daromad bo'ladi. Endi bularni hozir yana video davomida yana batafsil ko'rsataman, prosta aytib qo'ying. Ikkinchisi fiksiya plus KPI, ya'ni fiksiya bu sizga bir marta to'lanadigan summa, har oy bir marta minimal summa to'lanadi, ya'ni bu siz melchopga ishlarni qilishingiz uchun. KPI bu sizning motivatsiyangiz, ya'ni qancha ko'p sotuvlar bo'lsa, qancha ko'p leadlar kelsa, shuncha ko'p daromad topishingizning yo'li. Masalan, KPI bu ikki xil bo'ladi. Endi o'zi ko'p bo'lishi mumkin. Endi bizda shu target sohasida ikki xil bo'ladi. Sotuvdan foiz olishingiz mumkin yoki o'sha leaddan har bitta lead soniga olishingiz mumkin. Bularni hozir hammasini batafsil ko'rib chiqamiz. Uchinchisi, o'zingiz loyihangizga target yoqishingiz mumkin. Ya'ni o'sha boyagidek tadbirkor o'zini biznesi bo'lganda, o'zi targetni bilganda, o'sha boya Jasurga 200 dollar bermasa, o'ziga qolardi o'sha foyda. Xuddi shunaqa. Endi buni ham ko'rib chiqamiz, qanaqa qilsa bo'ladi. Ketdi. Oylik xizmat bo'y aytganimda o'sha 1 oyga xizmat ko'rsatadi, 200 dollardan 1000 dollargacha. Mana o'zim real keysim yaqinda, hali 1 oy bo'lmadi. Sitora Abdurahmonova
eksportimiz aniq. Xudo xolasa vebinarlar uchun target yoqib berdim. Telegram kanallariga odam yig'ish maqsadida. Bizda eng qizig'i bu pulni bir oyda topmaganman. Ya'ni biz 11 kun reklama yongan. 11 kun ichida $3279 reklamaga sarflangan. Har biri 6 sentdan bo'lgan 49326 ta odam bizga Telegram kanaliga qo'shilgan. Ya'ni o'ta chiqib ketishlar, oldin kanalda borlar va hokazolar bilan mana kanalda 111 mingta bo'lgan. Biza reklama yoqishdan oldin 77 mingta bor edi. 111 mingtaga chiqqan. $3279 sarflagan 11 kun ichida va o'sha 11 kun target reklama yoqib berishim uchun men $1000 target xizmat haqqi olganman va ishni boshlashdan oldin naqd pulda olganman. Demak, sizlar ham bemalol mana shu soha orqali yurib, tajribalarni orttirib, mana shunaqa klientlar olib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Endi ikkinchisi fixa plus KPI, ya'ni bu sotuvdan foiz va lead buy dedik, sotuvdan foizini ko'rib chiqamiz. Endi boyaga anaqa Jasur bilan Baxtiyorning temasiga qaytadigan bo'lsak, masalan, boyaga Jasur aytadi Baxtiyorga, menga $200 bermagin-da, menga $100 bergin. Har oy menga sotuvdan 10% ber deb masalan Jasur bilan kelishish mumkin. Kelishuv bu yerda ixtiyoriy. Masalan 50% deb kelishish ham mumkin va hokazo. Faqat bu yerda nima deydi? Ikki xil narsa bor. Общий оборотdan foydadan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda masalan Jasur kelishyapti, общий sotuvdan 10% bergin deb. Masalan 50 ta sotuv bo'ldi, $50 dan $2,5 ga. Ya'ni $2,5 10% $250. Masalan $250 Jasurga beriladi. Boy har oy oladigan $100 bor. O'sha bilan $350 pul topish mumkin edi. Boya 200 topyapti. Men aytdimmi? Qanaqa qilib ko'proq pul topish mumkin? Mana shu yo'l orqali bemalol $350 pul topishim mumkin. Endi lead buy qanaqa bo'ladi desangiz, Jasur yana kelishadi. Masalan, endi deydi, menga $100 berasiz bir oyga. Bir oyga $100 berasiz, o'sha fiksammi? Har bitta lead uchun menga 75 sentdan berasiz. Ya'ni $0.75 dan berasiz deb kelishadi. Nima dedik boya $300 reklamaga sarflandi. O'sha $300 dan $300 ga $1 dan 300 ta lead keliyor, to'g'rimi? Lead degani o'sha mahsulotga yoki xizmatga qiziqish bildirib, nomerini qoldirgan odamlar jamoasida, o'zimdan aytganda, o'sha lead keldi. O'sha leadga har bittasiga 75 sentdan bersa, $225 o'tda topar ekan, $100 fiksasi bor, qo'shsa $325 topsa bo'lar ekan. Demak, ko'rib turibsizlar, Jasurga o'sha sotuvdan foiz olib ishlagani ancha vigitni bo'lar ekan. Endi men o'zimni realniy kesim oladigan bo'lsak, taxminan bundan shu 2 oy bo'lmadi-da, 1 oydan oshdi. Shu oraliqda men bitta loyiha bilan ishladim va men bu yerda fiksa olmadim, kirdim. O'sha sotuvingdan 10% berasan. Men senga o'sha kerakli bo'lamanga aytishdi, men shuncha lead kerak. Bo'ldi, men shuncha leadni men qilib beraman. O'sha lead qilib berganim uchun menga sotuvdan 10% berasan. Bo'ldi, gapi kelishdik. Men o'sha lead qilib berdim, $68,000 sotishdi. Men $6800 oldim. Endi men o'sha yerda agar meni qo'shimcha skilllarim bo'lganda, men borib, ya'ni skill emas, qo'shimcha meni Mesela bo'ladi, do'stuplarim bo'lganda, borib call center yo boshqa narsalarga men do'stupim bo'lganda, men 68 ming emas, 90 ming, 100 ming dollar qilsam ham bo'lardi va ular ham ko'p pul topardi, men ham ko'p pul topardim. Bu yerda sotuv fix plus KPI nima deydi, ustun tomonlari shunda. Biznes egasiga ham o'sha target olgan foyda. U ham pul topsin, bu ham pul topsin. Unda ham bunday motivatsiya bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda zo'r. Men o'zim $6800 shu yerdan o'zim pul ishlaganman. Fix plus KPI lead buy bo'yicha men umuman ishlamaganman. Bu yerda juda ham ko'p chalkashliklar va hokazolar bo'lgani uchun menga takliflar kelsa, men rad qilganman. Umuman ishlamaganman bu sohada, tajribam yo'q. Bu sohada emas, mana shu yo'nalishda lead buy, ya'ni har bitta lead uchun pul olishdi. Demak, target talkda 3 ta daromad modeli bor. Uchinchisi o'z loyihasi uchun target $200 o'zi olishi mumkin edi, Baxtiyor deb. Endi mijoz topish uchun, masalan,
siz targetolog bo'ladigan bo'lsangiz yoki endi o'rganmoqchi bo'lsangiz, mijoz topish uchun reklama yoqasiz. $100 ga $2 dan. 50 ta lead kelsa, 50 tadan 3 tasi masalan sizga ishlashga rozi bo'ladi-da. 3 tasi ishlashga rozi bo'lsa, masalan, har bittasini $200 dan oladigan bo'lsangiz, $600 shu yerda siz daromad qilsangiz bo'ladi. $100 sarflaysiz, $500 qo'shib $600 qaytarib olasiz. Bu zo'r. Yoki kursingiz sochishingiz mumkin. Men endi o'zimni xizmatimga nima deydi, o'zim men sizlarga target yoqib beraman deb target umuman yoqmaganman. Shuning uchun men bu borada o'zimni real кейsim yo'q. Real кейsim bor, qanaqa? Men Instagramga o'zim blog olib boraman, Shahboz Kirjigitov degan Instagram. Men kiramanda o'zim ishlagan loyihalarni prosta razbor qilib beraman. Men bu loyihada mana bunaqa ish qildim, mana bunaqa ish qilganim uchun mana bunaqa rezultatlar bo'ldi va menimcha pul topdim degan narsani olib chiqaman-da Instagramga. Va o'shanga target yoqib qo'yaman. Kuniga $1, $2 dan yoqib qo'yaman. O'z kerakli odamlarga ko'rsatib, menga nima deydi, o'sha klientlarni ham, o'quvchilarni ham olib kelib yuradi va shu orqali mana ko'rasizlar, men ko'p sarflamaganman. $14 sarflaganman. Men shuni ko'rib siz o'rgatishingiz menga yoqdi, zo'r ekan, menga o'rgatmasangiz bo'lmaydi deb bitta odam keldi, shogird oldim va u menga $2000 o'sha o'rgatishim uchun pul to'ladi. Ya'ni bu birga bir shogirdlik. Nima deydi? Onlayn kurslarim bor, offlayn haftada 3 marta boradigan kurslarim bor. Undan tashqari men ularni tavsiya qilsam, yo'q, menga kerak emas. Menga o'sha birga bir o'zingiz bilan o'zingiz ishlash kerak. Men loyihalarimni zo'r natija qilish kerak. Bo'ldi, $2000 ga mana shu nima deydi, xizmatimni sotganman. Ko'rasizlar, bemalol o'zingizlarning xizmatingizga ham reklama yoqib bemalol sotsanglar bo'ladi. Umuman olganda target sohasi orqali har qanday biznes bo'ladimi yoki boshqa har qanday prosta taklif berishni bilsangiz, yaxshi gapira olsangiz, o'zingiz sota olsangiz bo'ldi. Bemalol любой joyga borib pul ishlasangiz bo'ladi. Oyiga kamida buni 3000, 4000, 10000 gacha, men undan ham ko'proq ishlasa bo'ladi. Ko'rasizlar, men 6008 ishlagan joyim ham bo'lgan. Undan ham ko'p ishlagan joylarim bo'lgan. Shu 3 yillik faoliyatim ichida. Endi sizlar bilan ko'rib chiqdik daromad modellarini. Endi eng qiziq joyga keldik. Shu target sohasi orqali $1000 dan $3000 gacha qanaqa qilib daromadga chiqish mumkin. Mana shuni realniy xaritasi, ya'ni 5 ta qadamini xudo xolisa sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi mana shu 5 ta asosiy qadamga o'tishdan oldin sizlarga ikkita muhim qoidani aytmoqchiman. Odamlar foydali ma'lumot olgan paytda motivatsiyaga to'ladi va shu bilan birga o'rgangan narsasini unutadi. Bu yerdagi qadamlar sizga motivatsiya berish uchun emas, balki ularni amaliyotda qo'llashingiz uchun aytilyapti. Ya'ni men shuni hozir target sohasi orqali $1000, $3000 gacha chiqmoqchimisiz? Men sizga qadamlarni beraman. Shularni bajarsangiz bo'ldi, xudo xolasa, men shu daromadga chiqsangiz bo'ladi va bu orqali men o'quvchilarim chiqishyapti ham. O'zim ham shu yo'lda o'tib kelganman. Shuning uchun mana shu narsani sizga bepulga bermoqchiman. Aslida buni o'sha pulli kurslarimda berardim. Hozir ko'pchilik bu darsni yuqori shubha bilan ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Men katta ehtimol bilan siz meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Shubha bilan ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu videoni hozir shubha bilan muvaffaqiyatga erishish qiyin. Bu strategiyalar ish berishiga prosta ishonishingiz kerak. Ketdi, qadamlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam, siz target sohasini o'rganishingiz kerak. Agar bilmasangiz, agar biladigan bo'lsangiz, siz o'sha ikkinchi qadamdan boshlashingiz kerak. Demak, target sohasini o'rganishingiz kerak. Bu o'rtacha 2 oy sizni vaqtingizni oladi. Masalan, siz sartarosh bo'lib pul ishlamoqchi bo'lsangiz ham sartaroshlikni o'rganishingiz kerak. Oshpaz bo'lib pul ishlamoqchi bo'lsangiz ham oshpazlikni o'rganishingiz kerak. IT mutaxassis bo'lib, shu IT orqali pul topmoqchi bo'lsangiz ham IT sohasini o'rganishingiz kerak. Men bilaman, IT ga o'rtacha yaxshi pul topib ketish uchun 2 yil ketadi. Ikkinchi qadam, demak, target sohasini o'rgandingiz, 2 oy vaqt sarfladingiz. Ikkinchi qadam, birinchi bepul mijozlarga xizmat ko'rsatasiz. Bu o'rtacha 1 oy vaqtingizni oladi. Ya'ni siz o'rgandingiz, sizda hamma bilimlar bor, prosta ularni realizatsiya qilishingiz kerak. Klient olib, klient olmoqchi bo'lsangiz, klient sizga tajribangiz yo'qmi, pul bermaydi. Demak, siz aytasiz bepulga. Bepulga ishlab beraman, 1 oy natija qilib bersam, sizlarga keyingi oy menga pul berasizlar deb u bilan kelishasiz. Bepul mijozlar qayerdan topiladi o'zi degan savol tug'ilishi mumkin. Birinchi odam xayoliga shu keladi, to'g'rimi? Birinchi
nima qilasiz? Qarindoshlar, tanishlar, networking orqali men target sohasini o'rgandim, biznesinglar bo'lsa men target yoqib beraman deb o'sha biznesi bor tanishlaringizga, qarindoshlarga, umuman networkingdagilarga chiqasiz va yashayotgan shahringizdagi agar ular ish bermasa yoki unaqa narsalar yo'q bo'lsa, yashayotgan shahringizdagi o'sha bizneslarga kirib taklif qilasiz. Tam 5 tasiga, 10 tasiga, 15 tasiga, 20 tasiga kirib taklif qilasiz va bitta, ikkita olsangiz bo'ladi. O'sha bitta, ikkita olib, bemalol o'shalarga bepul bir oy xizmat ko'rsatib, bu yerda o'rgangan narsalaringizni amaliyotda qo'llab, xudo xohlasa chiroyli natija qilib bersangiz, keyingi oydan ular sizga pul to'lashni boshlashadi. Yoki bu ikkalasi bo'lmasa, o'zingiz xizmatingiz uchun target yoqasiz. Men target yoqman, shunaqa sizga bepulga yoqib beraman deysizda, klientlar olasiz. Bunaqa taklif bilan chiqsangiz, sizda leadlar to'lib ketadi, klientlar ham to'lib ketadi. Bepul mijozga beriladigan taklif. Sizga bir oy bepul xizmat ko'rsataman. Agar yaxshi natija ko'rsatsam, keyingi oydan menga shu $150, $200, $300 yoki $100 endi o'zingizni tajribangizga, o'zingizni anaqangizga kelib chiqib, bemalol so'rasangiz bo'ladi. Demak, siz 2 oy o'rgandingiz, birinchi oy bepul xizmat ko'rsatdingiz. Masalan, 2 ta mijoz olsangiz, siz daromadingiz 0 bo'ladi, chunki bepulga ishlayapsiz, bir oy vaqt yo'qotasiz bu yerda. Endi shu olgan narsalaringizni qilib, zo'r natija qilsangiz, keyingi oydan bular sizga pul to'laydi. Bepul mijoz topish uchun men nima qilganman? O'sha men qarindosh biznes tanishlarim bo'lmagan, shuning uchun o'zim yashayotgan shahardagi borib bizneslarga taklif bilan kiraverganman, bittasi ishlashga rozi bo'lgan, ishlab berganman, zo'r rezultat qilib berganman. O'sha adashmasam 2 haftadan keyin o'sha klientimning o'zi menga keyingi klientni topib bergan pulga $150 ga topib bergan. Bu bilan bir oydan keyin yana $150 ga ishlashni boshlaganman. Demak, meni yo'lim shu bo'lgan. Endi 3-qadam siz birinchi pulli mijozlar bilan ishlashga o'tasiz. O'sha ikkita bepul mijoz oldingiz-ku, aytayotganimdek, bularga уже zo'r natija qilib bersangiz, keyingi oydan bular pul berishni boshlaydi. Ya'ni bularga zo'r natija qilib bersangiz, уже 2 hafta 10 kunga bormay, уже sizga bularni o'zi yana klient topib beradi. Va ularni bepulga olishingiz mumkin yoki pulga olishingiz mumkin. Demak, biz 3-qadamga o'tdik. 3-qadamda siz bularni pulga ishlashni boshlaysiz. Endi pulli mijozlarga nima deysiz? Sizlarga bir oyda taklif, bir oyda o'sha target xizmatini ko'rsataman va menga masalan siz birinchi boshlanishingiz $150 olsangiz bo'ladi. Endi masalan men o'sha paytda bundan bir 3 yil oldin birinchi pulli mijozlarni shu $150 ga olishni boshlaganman-da. Demak, hozir 3 yil o'tgandan keyin ham $150 men o'ylayman yomon emas. Nima deydi, bundan ko'p olsa ham bo'ladi. Demak, siz o'sha ikkita mijozga zo'r rezultat qilib berdingiz va bu ikkalasi sizga 2-chi oydan pul to'lashni boshlashdi. $150, siz uch daromadingiz $300 bo'ldi. Va xuddi shu natijani agar sizga mana bular ham 100% javob beraman, mana shu ikkitasiga zo'r rezultat qilib bersangiz, mana shular sizga yana klient olib kelib beradi. Nimagaki qanaqa masalan ichadigan chakadigan odam bilan yursangiz, uni tanishlari shunaqa odam bo'ladi. Millionerlar bilan yursangiz, uni tanishlari millionerlar bo'ladi. To'g'rimi? Siz biznesmenlarga xizmat ko'rsatsangiz, uni tanishlari biznesmenlar. Ularga taklif qiladi, bo'lib ishlab ketaveradi. Xuddi shunaqa qilib, masalan siz 2 oy ishlab bersangiz, mana shular bilan masalan 2 oy ishlab berganingizdan keyin уже siz bilan $1000 dan $3000 gacha chiqishga gaplashyapmiz, to'g'rimi? Demak, siz 2 oy shu yerda ishlab berganingizdan keyin tajribalarni olib, keyslarni yig'ib olib, yana bilimlaringizni iloji bo'lsa oshirganingizdan keyin 4-qadamga o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni mijozlar soni va chekka oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni $150 ga ishlamaysizda, men endi tajribam bor, keysim bor, men qimmatga ishlayman deysiz. Masalan, siz agar hozir boshlanish targ'ib to'q bo'lsangiz, yoki hali boshlamagan bo'lsangiz, siz bilan meni yagona farqimiz bor. Tajriba va keyslar. Masalan, siz bitta biznesga borsangiz, masalan, siz nima bo'lishini, qanaqa bo'lishini aytolmaysiz, nima qilish kerakligini aytolmaysiz. Kerak bo'lsa, o'sha biznes egasiga aql o'rgata olmaysiz. Nimaga desa, siz tajribangiz yo'q. Menda bo'lganicha men bemalol gapiraman va qimmatroq ishlay olaman. Demak, siz mijozlar soni va o'sha chekka oshirishga o'tasiz. Faqat o'sha yerda 2 oy tajriba va keys yig'ib olgandan keyin, faqat sifati tushirmagan holatda. Demak, siz mijozlar sonini 2 barobarga, narxingizni 67% ga oshirsangiz bo'ladi, bemalol. Sizda chunki natija va tajribalar bor yoki boyagi klientlarning ustiga yana
klient qimmatroq olsangiz bo'ladi. Boya klientlarga ham narx oshiramiz уже deb anaqa qilishingiz bo'ladi. Bular masalan men oldin sizlarga mana shuncha narxga ishlagandim, hozir mana buncha narxga ishlayman deb aytishingiz ozgina qiyinroq. Buni qanaqa aytishni ham hozir sizlarga aytib beraman. Masalan, men mijozlar sonini, narxini qanaqa oshirganman, qo'shimcha bilim olganman, uni qo'llash uchun qo'shimcha haq olganman. Masalan, ishlab kelyapman $150 ga. Endi siz masalan undan $300 olmoqchisiz. Uni olish uchun nima qilasiz? Men 150 ga ishlardim, endi 300 ga ishlayim kelib qoldi deya olmaysiz. Buni oshirish uchun qo'shimcha nimadir qilib berishingiz kerak. Masalan, target yoqib berardim. Endi videolarda nimani gapirish skriptlarni yozib beraman. Men copywritingni o'rgandim deb, yana qo'shimcha $150 haq olsangiz bo'ladi. Shu loyihalarga yaxshi rezultat qilganman, ular orqasidan kelgan. Ya'ni masalan, boya aytdim-ku, mana shu loyihalarga zo'r qilib berasiz. Buni tanishlarim o'sha biznes egalari, mana shularga yaxshi rezultat qilib berasiz, bular orqasidan Sarafa radio deydi. Shu orqali bemalol kelaveradi. Natija qila olgan yo'nalishimdagi boshqa konkurentlar aloqaga chiqaman. Ya'ni masalan, men bitta o'quv markazlariga zo'r rezultat qilyapmanmi, boshqa o'quv markazlariga masalan nomerini olib telefon qilib chiqaman, Instagramni yozganman va hokazo, Telegramni topib, Telegramni yozib, shunaqa qilib yana qo'shimcha mijozlar yiqqanman. Boya aytgandek, narxi oshirganman va shu orqali siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Masalan, siz boya 4 ta yillik klientingiz, bemalol shu mana shu yo'ldan foydalanib 10 ta qilib olsangiz bo'ladi 3 oy ichida. Demak, siz 2 oy boyagi pulga ishladingiz, tajribalar olib oldingiz, uje yana 3 oy ichida siz bemalol bu hozirgi aytgan 3 ta qadamimni, nima deydi, 3 ta fishkani bajarib, siz bemalol 4 tadan 10 tagacha klient qilib olsangiz bo'ladi. Va narxi ham oshirsangiz bo'ladi. Uje $300 dan 10 ta klientingiz $3000 bo'ladi va 3 oyda bemalol chiqib olsangiz bo'ladi. Mana shunga. Demak, siz $3000 оборот topishingiz, nima deydi, pul topishingiz mumkin. Deyolmayman, оборот qilishingiz mumkin. Chunki 10 ta loyihaga bir vaqtda o'zingiz qara olmaysiz. Fizически ulgurmaysiz. Bu jarayonda nima qilasiz? Mana shu 3 oyda ichida siz mijozlar sonini oshirib olasiz, to'g'rimi? Narxlarni oshirib olasiz, boyagi eski klientlar bilanda, shu bilan bir qatorda shogird olasiz. Yoningizga bitta yo ikkita olib, bemalol jarayonda o'rgatib, ishlarni topshirib, shunaqa qilib klientlar sonini bemalol oshirib ketsangiz bo'ladi. Bu yana kichik agentlik deyiladi. Shunaqa $3000 оборотga chiqib olsangiz bo'ladi. Men bilgan agentstvalar bor, 8000 $15000 оборот qiladigan shu target agentstvalar bor. Endi bizani holatda oladigan bo'lsak, Target Mastery bizani agentstvamiz bor. Men o'zim o'ta asoschiman. Deyarli uncha ish qilmayman, faqat klientlar bilan переговор va o'sha strategiyalarni tuzib beraman. Men bizda agentstvamizda Jasur degan bola bor, u direktor, polniy proyektlarga o'sha bola javob beradi va Baxtiyor bor. Bu Baxtiyor bizning targetologimiz, ya'ni o'sha hamma proyektlarga u qaraydi-da, Jasur uni nazorat qiladi. Nima yoqish kerak bo'lsa, qo'shimcha kreativlar qo'shish kerak bo'lsa va hokazo, mana shu jarayonni polniy Baxtiyor anaqa qiladi. Jasur nazorat qiladi, Baxtiyor qiladi. Va bizda hozirgi kecha kunduzda 7 ta target loyihamiz bor. Bizda o'rtacha chek $400 dan, ya'ni masalan, men o'z unaqa ko'p loyiha olish tarafdori emasman. O'rtacha chek $400 dan deganim, masalan, biz oddiy target yoqib berish bo'lsa $400 olamiz. O'sha kreativlar yozish, boshqa boyagidek vebinarlar, meni o'zimni ishlatishmoqchi bo'lsa, o'sha qimmatroq bo'lib ketaveradi. Shuning uchun men agentstvamizning o'sha оборотini ayta olmayman. No, hozirgi kunda biz target proyektlarga $400 xizmat haq olamiz o'rtacha. Endi masalan, ular ko'proq narsa xolasa, ko'proq sotishimiz mumkin. O'zi agentstvalarda ko'proq pul topish uchun nima qilish kerak? O'rtacha chekka oshirish kerak. O'rtacha chek qanaqa oshiriladi? Masalan, aytasiz. Tadbirkor bilan gaplashyapsiz. "Okey, nima xohlaysiz?" "Men narsa xohlayman." Bo'ldi, mana shu narsalar xohlashingiz uchun sizga target kerak, zo'r kreativlar kerak, sayt kerak, misol uchun, ManyChat kerak. Ya'ni masalan Instagramingizda odamlar yozsa, ularga avto javob beradigan bot kerak. Endi mana shu narsalarni qilib berish xizmat haqqi bizda turadi. Masalan, target $200, masalan $300 target yoqib beramiz, kreativ yozib beramiz $200,
yana sayt qilib beramiz, masalan $500, necha pul bo'ldi? 200, 300, 200, 500, $1000 bo'ldi. Mencha to'lab beramiz $100. Общий $1100 bo'ldi. yoki bugun to'lov qilsangiz, men sizga hammasini $900 yoki $1000 qilib beraman deb taklif berib, bemalol bitta loyihada shuncha pul olishingiz mumkin. Ya'ni siz faqat targetni bilishingiz bu yoqda kamlik qiladi. Bu aytgandek, sayt qilishni bilishingiz kerak, bot ulashni bilishingiz kerak va hokazo. Mana shunaqa qilib bitta klientdan ko'p krupniy pullarni olsangiz bo'ladi. Men o'zim realniy hayotda shunaqa qilib sotaman. Target orqali $1000, $3000gacha daromad chiqish yo'lini siz bilan hozir ko'rib chiqdik. Men o'ylayman sizga tushunarli, lekin buni tez va xavfsiz amalga oshirish uchun sizga уже tizimli bilim kerak. Nima deydi? Mana shu narsalar qilishingiz uchun sizga bilimlar kerak. Agar siz ham bilagingizdagi kuchingiz orqali emas, shu miyadagi aql idrok bilan pul topishni xohlasangiz, oilangizni pul tanqisligidan olib chiqishni xohlasangiz, ota-onangizga endi boshqa ishlamaysiz deb aytishni xohlasangiz, oylik daromadingizni 10 karra, kerak bo'lsa 100 karra oshirishni xohlasangiz, sog'liqni, moliyaviy holatni va oilaviy munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartirishni xohlasangiz, men sizni 2 oylik Target Mastery deb nomlangan o'zimning onlayn kursimni taklif qilaman. Bu kurs target sohasini 0 dan pro darajagacha o'rgatadi va daromadga olib chiqishingizga yordam beradigan kurs. Bu kurs 8 hafta davom etadi. 8 ta jonli efir va 1 marta offlayn uchrashuv bo'ladi. Ya'ni 8 hafta bo'lsa, har hafta bitta kun belgilanadi va siz bilan jonli efir bo'ladi. O'sha jonli efirda savollaringiz bo'lsa berasiz. Nima deydi? Men sizga mavzular o'tib beraman va biz 1 marta siz bilan offlayn Toshkent shahrida ko'rib, uchrashib, mavzular o'tib berib, nima savollaringiz bo'lsa, o'sha yerda 100% men sizga javob beraman. Va o'sha 8 hafta davomida sizga video darslar beriladi. Masalan, haftasiga o'rtacha 20-25 ta, balki 30 tagacha video darslar tashib beriladi. Ko'rasiz, ketma-ket meni orqamdan bajarasizda va siz o'sha bilimlarni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va sizda 2 marta imtihon bo'ladi. Birinchisida o'sha targetda texnik narsalarni o'rganib bo'lganingizdan keyin bitta imtihon bo'ladi va oxirida yakuniy imtihon bo'ladi. O'sha yakuniy imtihon topshirib o'tganingizdan keyin sizga sertifikat beriladi. Bemalol xudo xolisa nima deydi? Mana shu target kursini tamomladi va bu shuni muvaffaqiyatli o'zlashtirdi degan narsa. Va undan tashqari menda bonus darslar bor, ularni ham sizga beraman. Qo'shimcha materiallar, qo'llanmalar va sertifikat bo'ladi kursda. Kurs qanday tarzda o'tiladi? Masalan, siz hozir bugun to'lov qildingiz, kursga qo'shildingiz, sizga nima deydi, dostуп beramiz va o'sha video darslarni ko'rasiz, ketma-ket bajarib ketaverasizda o'rganasiz. Agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, Telegramga shunday kirasizda, Telegramga gruppaga kirib yozasiz, savol berasiz, men yoki kuratorlar sizga xudo xolisa tez javob berish harakatida bo'lamiz. Kurs 100% amaliyotda bo'ladi. Masalan, sizga o'tirib olib, anaqa bo'lar bo'lmas narsalarni, nima deydi, oldi qochdi gaplarni aytmaymiz. Shuni ochamiz. Men kompyuterimda ekran bo'ladi, men yuzim ko'rinadi, chetga qo'yib qo'yamizda, men qarochi bolalar, men yerga kirasizlar, men bunaqa qilasizlar, buni qilasizlar, uni qilasizlar, buni qilasizlar va mana shunaqa narsa sizlarda bo'ladi degan narsa bo'ladi va siz masalan telefoningizni qo'yib kompyuteringizda men bilan ketma-ket bajarishingiz kerak bo'ladi. Faqat bu uchun sizga kompyuter kerak bo'ladi. Har bir video darsni ko'rib, ortidan ketma-ket bajarishingiz talab qilinadi. Har hafta men bilan o'sha masalan bir hafta siz 20-25 ta video dars ko'rasiz, o'rtacha 3 minut, 4 minut, 5 minutlik video darslarda bular. O'sha video darslarni ko'rasiz. Masalan, savollar bo'lsa, sразу gruppaga yozasiz, javob masalan olasiz mendan yoki kuratorlardan. Bir haftada bir marta kirib, jonli efirda mendan savol so'raysiz. Men o'zim realniy ko'rsatib yoki hozir ishlayotgan loyihalarimni analiz qilib berishim mumkin. Bu kurs kimlarga to'g'ri keladi? Tadbirkorlarga, yaxshi target topa olmaydi, topsa ham juda ham qimmat. Mana shunaqa degan odamlarga bu kurs 100% to'g'ri keladi. Bemalol o'rganib, o'zini biznesida yaxshi rezultatlar qilsa bo'ladi. Va reklamaga pul ketadi, odamlar yozadi, lead keladi, lekin sotuv yo'q deydigan tadbirkorlar bo'lsa, bularga ham to'g'ri keladi. Va bu kurs ekspertlarga to'g'ri keladi. Ya'ni biror bir soha bo'yicha ekspert, bu psixolog bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sotuvchi bo'lishi mumkin, investor va hokazo mana shunaqa ekspertlarga to'g'ri keladi. Unda pul yetishmovchiligi bo'lsa, ya'ni o'sha pul yetishmovchiligi bor, target yoqib o'zini xizmatini, kursini sotmoqchi o'zim balkim. Tajribasi bor, bilimi bor, lekin mijoz yo'q, aytganimdek. Shuni target yoqib mijoz olmoqchi. Shaxsiy brendini tanitish xohlovchilar uchun ham bu target juda ham zo'r. Bu aytganimdek, ko'rasizlar, men bitta $14 ga o'zimni qilgan ishimni razbor qilgan videomni yoqqanman, shu orqali
yaxshi pul topganman va bular talabalarga ertadan kechgacha qayerdadir davlat ishida yoki firmada ishlaydigan odamlarga, frilanserlarga, SMM menejer, targetni endi o'rganayotganlarga, pul yetishmovchiligi bor har qanday odamga to'g'ri keladi. Chunki men o'zim ham pulsiz rosa yurganman-da, mana shu sohani o'rganganimdan keyin bemalol moliyaviy erkinlikka chiqqanman, sayohatlar qildim, mashina oldim, hozir Toshkent shahrida yashaymiz. O'zim ham viloyatdanman. Biror sohani o'rganib pul ishlashni xohlaydi, lekin nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun. Masalan, siz biror har qanday soha bo'lsa o'rganardim, lekin men shu orqasidan yaxshi pul topishim kerak deydigan odam bo'lsangiz, mana shu soha sizga to'g'ri keladi. Kam ishlab pul topish xohlaydiganlar uchun. Rostdan ko'p ishlab kam pul topmaysiz bu yerda. Kam ishlaysiz, lekin ko'p pul topsangiz bo'ladi. Faqat kallani ishlatish kerak, boya aytgan ko'nikmalarim bo'lishi kerak. Hozirgi daromadidan 10 karra, 20 karra ko'proq pul topishni xohlaydigan odamlar uchun bu kurs to'g'ri keladi. Kurs modullari bilan tanishtiraman, ya'ni darslar bilan. Ya'ni, masalan, siz kurs sotib oldingiz, hozir men nima o'rganaman deydigan savol o'zingizga berayotgan bo'lsangiz, mana men sizga hozir ko'rsatib beraman. Bizda 13 ta modul bor. Har bir modul ichida 8 ta, 10 ta, 18 ta mana shunaqa darslar bor. O'sha darslarni ko'rasiz, men sohani bemalol o't uyda ikir-chikirigacha, noldan progacha o'rganib olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Demak, bizda birinchi modulimiz muvaffaqiyatga tayyorgarlik, ya'ni kursga kirish, birinchi bo'lib buni ko'rishingiz kerak. Ustoz qadriyatlari, ya'ni meni qadriyatlarim, kurs qoidalari, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz odamlarning farqlari haqida gaplashamiz. Ya'ni siz stakan bo'ladigan bo'lsangiz, siz birinchi tozalab, sizga chiroyli toza suvni qo'yamiz va siz orqali toza suv ichsa bo'ladi. A nuqtangizni aniqlab olamiz va B nuqtangizga olib boradigan yo'lni tizib chiqamiz siz bilan mana shu darsda, birinchi modulda, 5-darsida. Xo'p, ikkinchisida Facebookda ilk sozlamalar. Biz siz bilan Facebookga kiramiz, shaxsiy akkaunt ochamiz, uni nima deydi, birinchi shaxsiy akkaunt, biznes menejer, biznes suite haqida tanishamiz-da, akkaunt ochamiz, sozlamalarni qilamiz, detallarni to'ldiramiz, pasportlaringizni tasdiqlaymiz. Blog bo'lib qolsa, masalan, blogdan qanaqa ochishlar bo'yicha bu yerda darslar bor. Hammasi 3 minut, 4 minut, 5 minutlik darslar ko'rasiz, qilasiz, o'rganib ketaverasiz. Masalan, qachondir esingizdan chiqib qolsa, bemalol kirib, darslarni ko'rib, qilib, bemalol o'sha vaziyatdan chiqib ketishingiz bo'ladi. Facebook page ochish, page sozlamalari, pagega dostуп berish, dostуп olish, Instagram akkaunt ochish, Instagram akkauntga Facebook pageni ulash va o'sha modulda xulosa va sizga har bitta anaqa videodan keyin dars vazifalar bor, o'sha vazifani qilishingiz kerak bo'ladi va o'sha moduldan ham keyin vazifa bor. O'sha vazifani topshirganingizdan keyin keyingi darsda sizga ochiladi, bo'lmasa ochilmaydi. Bu albatta sizning natijaga chiqishingiz uchun. Biznes menejer, biznes suite boshqaruvi. Biznes menejer suite haqida umumiy tushuncha, ular nima, post yaratish, statistikalar ko'rish, biznes menejer nima, infolarni to'ldirish, dostуп berish, dostуп olish, partner qo'shish, pagelar boshqaruvi, xullas biznes menejer va biznes suitedagi har bitta punktlar bo'ladi-yu. Masalan, aytaylik bitta zdaniya bo'ladigan bo'lsa, har bitta xonasiga kirib, sizni tanishtirib chiqqandek, o'sha biznes suite, biznes menejerdagi o'sha har bitta punktlarga kirib, har bittasi alohida dars qilib yozilgan va o'sha darslar orqali sizni bemalol tanishtirib chiqamiz o'sha yerda. Masalan, meta verify qilishingiz, domenlarni verifikatsiya qilish, blokdan qanaqa yechiladi va buni ham har bitta shu darsdan keyin vazifa bor, shular qilishingiz kerak. Darslarni ko'rasiz, men nimani o'rgatgan bo'lsam, shuni ketma-ket o'zingizda bajarishingiz kerak bo'ladi va bajarganingizni screenshot qilib bizga yuborishingiz kerak. Har doimgidek shu moduldan xulosa va vazifalar bo'ladi. Va biz endi uje Ads Managerga o'tdik. Ya'ni bizda Facebook shaxsiy akkaunt bor, uni tagida Business Suite bilan Business Manager bor. Business Managerlar uje biz ichiga kirib ketyapmiz-da. Ichida uje Ads Manager boshqaruvini o'tasiz. Nima, unga kirish, billing, kartalar ulash, to'lov qilish, qaysi kartani ochish kerak, qaysi bankdan ochish kerak, qanaqa ochish kerak, qanaqa qilsa to'lovda muammolar bo'lmaydi, hammasini o'sha 3 yillik $400,000 dan oshiq pul sarflagan holatimdagi tajribam bilan siz bilan xudo xolasa mana shu kursda bo'lishamiz va bizda o'zi nima deydi 6 ta maqsad bor targetda. Target yoqish 6 ta maqsadi bor. O'sha 6 ta maqsadni har bittasini ko'rib chiqamiz. Mana shu maqsad mana shu biznesga to'g'ri keladi. Mana shu maqsad mana shu biznesga. Mana bunaqa yoqishda to'g'ri keladi. Mana bunaqa yoqmoqchi bo'lsangiz, mana bunga yoqishingiz kerak deydigan narsalar mana shu darslarda bo'ladi. Mana trafik maqsadi, awareness
engagement, lead, promotion, sales, mana shu maqsadlar bor. Har bittasi nima vazifani bajarishlarini polniy o'tida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va undan tashqari o'sha biz уже keldi campaign, ad degan narsalar bor, ularning limitlari, ularni to'g'ri yaratish, sozlash, nomlash, uni ichida har bitta punktlarni o'tida hammasini xudo xolisa ko'rib chiqamiz va reklama yoqish qonun qoidalari, ya'ni mana shu qonun qoidalarni bilsangiz, siz bemalol hech qanaqa blok yemasdan chiroyli yaxshi rezultatlar qilib yursangiz bo'ladi. Masalan, oddiy mashina haydayotgan bo'lsangiz ham, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz ham, qonun qoidani bilsangiz, hech qanaqa shtraf ham to'lamaysiz, avariya ham qilmaysiz. Agar bilmasangiz, shtraf ham to'lab yuraverasiz, avariya ham qilib yuraverasiz. Xuddi shunaqa bu yerda ham qonun qoidalarni xudo xolasa sizlarga o'rgatamiz shu reklama yaratishdan oldin va yaratishda ham shu yerda o'rganib olasizlar. Va bizda 6-modul reklama sozlashda natijaga ta'sir qiladigan bilimlar. Уже biz sizlar bilan reklama yoqishlarni o'rganib bo'lib kelyapmizda, уже biz уже xitrli yo'llarni o'rganyapmiz. Mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa yoqish kerak, bunaqa bo'lsa, bunaqa qilib yoqish kerak, bunaqa qilsa, bunaqa qilib yoqish kerak degan joylarga kelyapmiz. Ya'ni CBO, EBO, Dynamic Creative, Carousel postlarga qanaqa yoqiladi, Advantage degan sun'iy intellekt funksiyasi bor. Qachon uni o'chirib qo'yish kerak, qachon yoqib qo'yish kerak, detail targeting, ya'ni qiziqishlar qo'shiladi, qanaqa qilib Facebook formalarni yaratish, masalan, sizlarga biznes egasi aytadi, leadni sifatli olib ber, sifatli kelmayapti, sifatli olib ber, mana shunaqa muammolar qiladi. O'sha sifatli leadlarni qanaqa filtr qiladi o'zi, formani qanaqa yaratadi, qayerdan qanaqa qilish kerak, hammasi o'tida mana shu darslarda hammasini keltirib o'tilgan. Reklamani bir odamga qayta-qayta chiqmasligini qanaqa cheklash mumkin? Masalan, siz ham Instagramga o'tirsiz, stories ko'rib yo reels ko'rib o'tirsiz, bitta reklama har kun chiqib ezib yoradi-ku. Masalan, siz ham shu narsani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bitta odamga reklama qayta-qayta chiqib ezib yormaydi unaqa. Hamkorlikda, masalan, ikkita odam hamkorlikda reklama yoqmoqchi bo'lsa, qanaqa qilib bular yoqiladi? UTM havolalardan to'g'ri foydalanish, ya'ni UTM degani, masalan, siz UTM metrikani yoqishdan oldin ichiga kiritib qo'ysangiz, masalan, qaysi auditoriyadan, qaysi videodan sizga lead kelyapti, o'shani yaxshi sotib bo'lyapti, analiz qilib, o'shani qolganlarni o'chirib qo'yib, o'shanga bor fokusi bor pulni sarflab zo'r rezultat qilib yuborsangiz bo'ladi. Men именно mana shu orqali. Men o'zim ham mana shundan foydalanib, xudo xolisa klientlarimga mana shunaqa zo'r rezultatlar olib kelganman. Va bizda Facebook Pixel va eventlar. Ya'ni Pixel nima, event nima, ular qanaqa o'rnatiladi, qachon, qanaqa bo'ladi? Masalan, event o'rnatmoqchi bo'lganingizda tugmalar chiqmay qolsa nima muammolar bo'ldi, qanaqa to'g'rilash kerak, hammasi o'tida aytayman. Bizda oldimizda mana bizda agentsiyada har oy klientlar bor, har oy zapusklar bor. Kiyotida bizda ishlayapmizda, oldimizda muammolar chiqyapti, muammolar yechyapmizda, sraz botga kiritib, men darslar qilib yozib qo'yamiz. Shuning uchun bu men 100% kafolat berib ayta olaman. Mana shu darsim, kursim sizlarni bemalol natijaga olib chiqa oladi. Bemalol mana shu qanaqa oldinglarda muammo bo'lsa, mana shu kursdan topsanglar bo'ladi, muammolar chiqsa. Bizda 9-modul maqsadga qarab reklama sozlash, ya'ni reach maqsadi uchun Surplay trafik, saytga, YouTube'ga, Telegram botga trafik jo'natmoqchi bo'lsa, jo'natib ber desa, sizlar qanaqa yoqishinglar kerak, u hammasini, masalan, Surplayga reklama yoqishni bitta 0 dan o'tida ko'rsatib berganman. Aytaylik, trafik maqsadi vizit profilga o'tida, saytga o'tida, YouTube'ga o'tida, mana shunaqa har bittasi o'tida ko'rsatilgan. Masalan, sizlarda hech qanaqa xudo xolisa men o'ylayman savol tug'ilmaydi. Savol tug'ilsa gruppaga yozasizlar, men yoki kuratorlar sizlarga javob beradi. Yesichi bo'lmasa, haftada bir marta sizlar bilan efir qilamiz. Yaxshilab tushuntirib bering desangiz, men o'sha yerda yaxshilab ko'rsatib, polniy zo'r tushuntirib beraman xudo xolisa. Masalan, saytni o'ziga kirib, nimadir sotib olib, o'sha yerda o'zi to'liq qilib ketadigan saytlar bo'lsa, ularga qanaqa reklama yoqish kerak deb sizlarga klient kelib qoladigan bo'lsa, ular bo'yicha ham dars bor bemalol. Shuni ko'rib, o'sha darsni ko'rib, bu yoqda nima deydi, klient kelsa, klientdan ishni olib, bemalol qo'rqib, qanaqa yoqardi, nima qilardi deb dumga tushib o'tirmaysizlar. Kirasizlar, dars ochasizlar, ko'rasizlar, bu yoqda ko'rib, bu yoqda klientinglarga qilib ketaverasizlar va shu orqali bemalol yaxshi rezultat qilib, zo'r pullarni ishlasanglar bo'ladi. Va retarget auditoriyalar qilib, yana bu yerda ham shu moduldan xulosa va vazifalar. Va bizda 10-modul уже reklama yoqish. Sizlar уже hamma narsani o'rganib bo'ldinglar. Reklama yoqishga kerak bo'ladigan, sizlar bemalol любой biznes kelsa reklama yoqib bersanglar bo'ladi.
reklama yoqoladigan darajaga kelasizlar. Va bizada уже duplikat qilish, masalan yana yonib turibdi reklama, ustiga yana qo'shimcha videolar qanaqa qo'shish bo'yicha ham darslar bor. Professionalniy target yoqish bu yerda bo'ladi va sizga bu yerda katta bu aytganimdek birinchi imtihon keladi. Mana shu yerda siz mana shu modul tugatganingizdan keyin imtihonni topshirasiz. Xudo xolasa zo'r rezultat qilsangiz, keyingi modullarga, keyingi darslarga o'tsangiz bo'ladi. Biz bu shu yerda siz bilan target yoqishni уже полный noldan o'rganib oldik. Endi bizada asosiy ishlar keldi. Masalan, siz reklama yoqdingiz, lidlar qimmat keldi, sifatsiz keldi. yoki nima deydi, qimmat kelyapti misol uchun. Tarki ana biznes egasi aytayapti, nimaga qimmat keldi desa, siz osmonga qarab yoki g'alati javoblar bersangiz, noprofessionallik bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu joyda, mana shu 11-modul sizlarga yordam beradi. Masalan, metrikalar bilan tanishasizlar, reklamani qanaqa analiz qiladi, qayerda muammo, masalan, saytda muammo bo'lyaptimi, kreativdami yoki nastroykada qayerdadir muammo qildinglarmi, va hokazo hammasini o'sha bizda metrikalar joyi bor. O'sha metrikalarda ko'rib, mana shu metrikaning normativlari bor. Men sizlarga mana shu kursda tashib beraman. Mana metrikalar ro'yxati degan 4-dars bor. O'sha yerda sizlarga tashib beraman. Kirib, o'sha metrikaga qarab, normativlarni tekshirib, agar normativdan oshib ketgan bo'lsa, nima qilish kerak, tushib ketgan bo'lsa, nima qilish kerak, va hokazo hammasi bo'yicha mana shu darsda bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. SMS uchun, masalan, SMS uchun yoqsanglar, qanaqa analiz qilinadi, formaga yoqsanglar, qanaqa analiz qilinadi, prosmotr uchun, obuna uchun yoqsanglar, qanaqa analiz qilinadi, saytga reklama yoqsanglar qanaqa analiz qilinadi, mana 8-darsda va 9-darsda vebinarga yoqsanglar qanaqa analiz qilinadi. Mana shu bo'yicha полный analizlar bo'yicha sizlarda xudo xolasa mana shu moduldan keyin umuman muammo qolmaydi. Va bizda 12-modul bazaviy marketing asoslari. Уже siz bildingiz, target yoqishni, analiz qilishni o'rgandingiz. Endi siz nima deydi, любой biznesga borib, nima deydi, o'zingizni xizmatingizni sotib, target bemalol yoqib bera olasiz, analiz qilib, qayerda to'g'irlash kerak, nima qilish kerakligini ham bemalol siz bila olasiz. Endi sizga shu yerda katta ustunlik beradigan narsa bazaviy marketing asoslari, ya'ni masalan mijozni yana kuchliroq o'rganish, kastiv qilish, trafik, taklif, lead, taklif qanaqa kuchli bo'ladi, o'zi taklif necha xil bo'ladi, qanaqa yaratiladi, mana shu bo'yicha dars, copywriting, ya'ni copywriting o'sha formani headline, subheadline degan joylari bor-da, o'shalarga qanaqa yozish kerak. O'sha yerda men sizga bitta oddiy case aytaman. Bitta o'quvchim menga keldilar. Короче, men bu klientim $2.60 necha sentdan kelyapti. Lead, men klientim norozi bo'lyapti, deyapti. Men davaychi analiz qilamiz, birga analiz qildik. Muammo odamlar formaga kiryapti-da, nomer qoldirmayapti. Qarasam, o'sha headline bilan subheadline sota olmayapti. Men aytdim, "Mana bunaqa yozib ko'r" deb. O'sha yozganimdan keyin $1.30 tushgan. Ya'ni teng yarimiga arzonlagan. Xuddi shunaqa arzonlab ketganmi? Arzonlab kelib, biznes egasi zo'r malades deb, o'sha o'quvchim zo'r natija qildi. Aynan mana shu copywriting darsida o'rgatgan narsamni u qo'llagan. Prosta. Bu yerda yana unikal savdo taklifi, trafik harorati, masalan, siz trafik haroratini bilmasangiz, yaxshi rezultat qilib bera olmaysiz. Ya'ni masalan, hozir tasavvur qiling, men endi uylanmaganman-da, ko'chada bitta qiz ketayotdi, shuna boryapman-da, menga turmushga chiqing desam nima deydi? Katta ehtimol bilan bir chapat yeyman-da. Masalan, men bitta qiz bilan ko'rish uchun gul berib, sovg'alar berib, azgina uchrashib, keyin sovchi jo'natib, shunaqa qilsam, unga uylanish ehtimoli ortadi, to'g'rimi? Bu yerda ham shu harorati. U qiz masalan meni tanimaydi, bilmaydi, promo borib kalla qo'yishim noto'g'ri. Men azgina uni o'zim tanishtirishim kerak, ana podachalar qilishim kerak, bepul narsalar berishim kerak-da. Shunaqa qilib, keyin o'zim maqsadimga erishib olsam bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz auditoriya haroratiga qarab, qanaqa yondashish kerak, qanaqa haroratdagi mijozlarga qanaqa reklamalar yoqiladi, va hokazo mana shu narsalarni shu yerda o'rganib olsangiz bo'ladi. Va veb-sayt, landing page, lead magnet, sales page'lar nima? Bular o'zi qanaqa bo'ladi? Buning normativlari nima? Bularga qanaqa reklama yoqiladi? Yomon landing page'lar qanaqa, yaxshi landing page'lar qanaqa? Mana shu yerda bemalol mana shu darslar orqali shularni ko'rib olsak bo'ladi. Endi men sal tezroq gapiryapman, qisqacha tushuntiryapman, чтобы vaqtimiz cho'zilib ketmasin deb. Shuning uchun meni nima deydi, anaqa bo'lasizlar, meni kechirasizlar. Demak, biz 13-modulga keldik. Уже men bu yerda soqqa deb nomlab qo'ydim. Nimaga? Biz mijoz bilan ishlash psixologiyasini o'rganamiz bu yerda. Mijozdan qachon qanaqa pul olish kerak, nima deydi? Qachon boya aytganimdek
klientlar narxini oshirsa bo'ladi, klientlar sonini oshirsa bo'ladi, ular bilan qanaqa gaplashib turish kerak, u ketib qolmasligi uchun nima qilish kerak, u ketib qolsa ham yana qaytib kelish uchun nima qilish kerak, mana shu narsalar polni o'tiydi hammasi mana shu darsda o'rganasizlar. Mijozni qanday qilib qayerda izlash, bu ham o'rgatiladi sizlarga. Qanday qilib qimmat sotish mumkin. Masalan, birov boradi, $150 sotib kelsa, birov borib $500 sotadi, birov borib $1000. Bu masalan, men $1000 sotganman o xizmatim. Qanaqa sizlar ham shunaqa qimmat sotsanglar bo'ladi. Bu shu haqida dars. Qanday qilib komanda yig'ish kerak, komanda tanlayotganda qanaqa odamlarni olish kerak. Men shu bo'yicha o'zimni 3 yillik tajribamda xulosalarim bor, o'shalarni aytganman. Targetologning majburiyatlari, qanaqa case study yig'iladi, qanday qilib lidlar sifatini oshirish mumkin, mijozga qanaqa отчет beriladi, mana shu o'tdiydi, hammasi shu yerda bor. Masalan, men bitta nima deydi, biznes uchrashuviga borganimda aytishganki, O'zbekistonda target yoqadigan targetologlar mijozga отчет bermas ekan, shuning uchun men o'zbekistonlik targetologlar bilan ishlamayman deb bittasi aytib qoldi-da. O'shandan keyin men o'sha mijozlarga отчет berishni boshladim va shu orqali mijozlar ketib qolishi to'xtadi, mijozlar menga bo'lgan ishonchi ortdi va hokazo. Men shunaqa yutuqlarga erishdim va sirasiz dars qilib yozib ro'tga qo'yib qo'ya qoldim. Meni o'quvchilarimda ham mana shu narsa xudo xolasa yaxshi rezultat bersin deb. Va endi mana shu kursimni sotib olgan odamlarga yana bitta bonus darslar yozib qo'yganman. Mana shular shuni bepulga shuni qo'shib berib yuboraman. Bular nima desanglar, target amaliyoti mijozlar reklamalari orqali deb nomladim modul nomini. Va birinchi dars men koreys tili ekspertimi vebinariga qanaqa reklama yoqqanim, qurilish firmasiga qanaqa yoqilgan, xususiy maktabga qanaqa yoqilgan, qurilishga yana bor, biznes brendini tanitish uchun qanaqa yoqilish kerak, reklama olib turgan bo'lsa qanaqa qilib yangi kreativlarni qo'shish kerak, qanday qilib kuchsiz taklif bilan sifatli lidlarni olib kelish mumkin, webinar landing page ga eventlar o'rnatish, har oylik obuna sotadigan klublarga qanaqa reklama yoqiladi. Bu mana shu bemalol darslarni ko'rib, masalan, siz qurilish firmasida klient olsangiz, mana shu ikkita darsim bor, ko'rasizmi? O'sha ikkita darsni shuni olib, ko'rib, darsda nima qilgan bo'lsam, o'shani orqadan takrorlasangiz, xudo xolasa siz yaxshi rezultat ola olasiz. Bu как shpargalka modul desak bo'ladi-da. Tushundingiz-a? Demak, siz bilan 13 ta modul orqali, polni target sohasi orqali klient bilan ishlash, target yoqish, Короче, mijozni rozi qilish, o'sha yerdan pul olish, pul topish, hammasi o'rganilsa, bu yerda sizga как shpargalka modul desak bo'ladi. Shu kursimni sotib olsangiz, men shuni sizga shuni bepulga qo'shib beraman. Kursdan keyin siz nima bo'ladi? Kompyuter va internet orqali mehnat qilmasdan, qora mehnat qilmasdan oyiga $1000 dan $3000 gacha daromad topish yo'llarini o'rganib olasiz. Har qanday loyihaga strategiya tuzish, reklamani professionalniy yo'qotishni o'rganasiz. Reklamalarni testlar asosida effektiv yo'llarni aniqlash va natija yaxshilashni o'rganasiz. Ya'ni har xil yo'llarni test qilib ko'rasiz. Bitta reklama luboy biznesga tushib ketavermaydi. Siz test qilib ko'rasiz. Buni qilasiz, uni qilasiz, buni qilasiz, buni qilasiz. Mana shu biznesga to'g'ri keladigan bitta tahlil olib, o'sha nima deydi? To'g'ri yo'lini, zo'r yo'lini aniqlab olasizda va shu orqali natijani yaxshilashni shu yerdan bemalol xudo xolasa o'rganib olsangiz bo'ladi. Reklama analiz qilish, metrikalar bilan ishlashni o'rganasiz. Copywriting orqali sifatli lidlarni jalb qiladigan kreativlar yozish. Ya'ni o'sha videoda chiqib odam gapiradi-yu, o'sha gapirish bilan gapirish farqi bor-da. O'sha nima gapirishni yozib berish bu copywriting bo'ladi. O'zi copywriting juda ham katta soha, katta mavzu. Endi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsamiz imенно shu. Mijoz topish, ishlash va natija qilib berishni o'rganasizlar. Xizmat narxini oshirish, qimmat sotishni o'rganasizlar. Tillarda sayt qilishni o'rganasizlar va sun'iy intellekt orqali kreativlar yozishni o'rgansanglar bo'ladi. Mana shu kurs tugatganinglardan keyin mana shu narsalarni sizlar xudo xolasa o'rganasizlar. Mana men o'quvchilarimni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda Xolboyev Avazbek, daromadi $800 hozir. Bu o'sha men bilan oldin menda o'qigan, matematika o'rgangan, keyin kelib men bu yerda target o'rganib yurgandan keyin menda o'qib, hozir xudo xolasa $800, balki bundan ko'p topayotgan bo'lishi mumkin. Buni ma'lumoti ozgina eskirdi. Va Rahmonberdi aka, bular menda kelib o'qiganlar, hozir daromadi $1000 dan oshuv. Yaqinda biz anaqa qildik. Nima deydi, offline uchrashuv qildik o'quvchilar bilan. O'shanda keldilar. Xursand bo'lib, men o'zimni mashinamda keldim, mashina oldim, mana shu soha orqali deb kelib rahmat aytib ketdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Abdulbosit aka, bular $1000 daromad, $1000 dan oshuv daromad qiladilar. Bu yerda Ziyoddin Tog'ayev, bu ham
Bular endi bular biznesmenlar o'zi ochki sotadigan do'konlari bor. Bu ikkalasi shu ochkilarni sotish uchun target mandan o'rganib, hozir o'sha target orqali o'sha do'konni qilib, faqat target orqasidan $1000 yozib qo'yganim, bu $1000 ko'chaga berayotgan pulini o'zi tejab qo'yapti bu ikkalasi. Undan tashqari boshqa bilan zo'r tomoni boshqa konkurentlar bor o'zini ochki sotadigan. O'shalarga ham target yoqib berib pul ishlayapti bu ikkalasi. Xuddi shunaqa qilib, xudo xolisa yaxshi daromad qilishyapti. Demak, hozir siz kursimga joy band qiladigan bo'lsangiz, men sizga tayyor turing, qo'shib beraman. Birinchisi, Target Mastery offline kurslarni zapislarini beraman. Ya'ni men offline kurs o'taman, kamera yoqib qo'yamiz, o'sha dars jarayonini syomka qilingan, adashmasam 13 ta dars, 13 ta darsni men sizga bepulga beraman. Bu narxi 3 million so'm. Ya'ni 3 millionga sotib olishgan odamlar uje. Sotib olishyapti ham. Men shu 3 millionlik men shu kurslarning zapislarini shundagina men shuni yoniga qo'shib beraman. Undan tashqari ikkinchisi, copywriting darsim bor. Bu yerda ham shu copywritingni o'rgatgan darslarim bor. Mana shu 1,5 million so'mdan sotiladi. Agar alohida olsangiz 1,5 million so'm bo'ladi. Men shuni ham sizga shuni qo'shib beraman. Uchinchisi, Telegram Ads bo'yicha. Hozir juda ham ko'p odamlar Telegram Ads bo'yicha reklama yoqishyapti va bu yoqib beradigan mutaxassislar ham juda ham kam. Mana shu Telegram Ads'ni 1,5 million so'm, mana shu kursi nima deydi? Telegram Ads yoqib berish kursi 1,5 million so'm bizda alohida olaman desangiz, men target kursimni sotib olsangiz, Target Master kursim, men shuni qo'shib bepulga beraman. Va tildada sayt qilish. Ya'ni siz boya aytdim-ku, klientga aytasiz, "Aka, faqat Facebook, Instagramda yoqasizmi? Telegramda ham yoqaylik." Masalan, siz Telegram Ads'ni yoqishni bilasiz-ku. Telegram Ads'ni yoqaylik, xudo xolisa men shu ikkita xizmatni men qilib bera olmayman, men yoqib bera olmayman. Menga shu Instagramda target yoqishim uchun tam $200 bersangiz, Telegram Ads'ga ham $200 berasiz deb, $400 bitta klientdan olsangiz bo'ladi. Ya'ni sayt qildirsangiz, masalan, sayt qilib beraman, "Aka, men sizga $200 deb, o'sha yerda o'zi bitta klientdan $600 yoqib borsangiz bo'ladi. Xuddi shunday tilda kursi, ya'ni tildada sayt qilish. Sayt qilish kursi bor, bu 2,5 million so'm turadi. Men sizga mana shu kursni olsangiz, mana shu bepulga qo'shib beraman. Bu 4-chi bonus. Va ManyChat. ManyChat nima? Hozir Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, "Menga obuna bo'ling, men sizga buni bepulga beraman" deydi. Obuna bo'lmasangiz bermaydi-ku. Mana shu bot mana shu bo'ladi. Bemalol Instagramga ulaysiz, kirasiz, registratsiya qilib Instagramga ulaysiz. O'sha logikasi bor, o'zini ketma-ketlik shuni tuzasiz, bo'ldi. Shuni qanaqa qilishni mana shu kursda o'rgatilgan. Bu 990 ming so'm turadi. Alohida sotib olaman desangiz, 5-bonus qilib mana shuni sizga xudo xolisa qo'shib beraman. Va bizda 6-bonus bor, Chat Place. Chat Place ham xuddi shu ManyChat qilgan ishni ham qiladi. Undan tashqari bu Telegram botda ham ishlaydi. Masalan, Telegram botga odam olib kirib, programmalar qilib, har xil postlar bilan nimadirlar sotaman desangiz, katta ehtimol bilan mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu videoga kelishdan oldin siz Telegram botga obuna bo'lgansiz. O'sha bot ham mana shu Chat Place orqali qilingan. Mana shuni qanaqa qilishni, xudo xolisa, mana shu kursda o'rgatilgan. Bu ham 990 ming so'm. Alohida sotib olsangiz, 6-bonus qilib men sizga xudo xolisa kursimni sotib olsangiz, bepulga qo'shib beraman. Undan tashqari bizda sun'iy intellekt orqali kreativlarni tayyorlash kursi bor. Ya'ni bu ham 990 ming so'm turadi. Siz hozir masalan, mana bunaqa joylar gaplashib, kamera gaplash, ana nima deydi, odam gaplash, mana bu yerga qo'y, nima deydi, syomka qil, montaj qildir, unaqa narsalar emas. Sun'iy intellekt orqali o'sha hammasini qanaqa yasash, qanaqa qilib kreativlar tayyorlash va nima deydi, target yoqishingiz uchun sizga video va rasm kerak. O'sha video va rasmni sun'iy intellekt orqali qanaqa tayyorlashni mana shu kursda o'rganib olsangiz bo'ladi. Buni ham alohida sotib olsangiz 990 ming so'm. Lekin siz hozir kursimni sotib oladigan bo'lsangiz, 7-bonus qilib sizga xudo xolisa bepulga beraman. Demak, ko'ryapsizlar. Xuddi shunaqa meni 7 ta kursim bor, o'zim alohida. Shu 7 ta kursni alohida sotib olsanglar 11,470 ming so'm bo'lar ekan. Agar siz hozir Target Mastery onlayn kursini sotib oladigan bo'lsangiz, 11,470 ming so'mlik kurslarimni shuni bepulga shuni qo'shib berib yuboraman. Faqat buni bitta sharti, siz meni o'sha Target Mastery onlayn kursini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bular hammasi sizga bepul bo'ladi. Va shunda siz 11,470 ming so'm tejab qo'yasiz. Endi masalan menda savol bor-da, 11,470 ming so'm siz ishlash uchun qancha vaqtingiz ketadi? Mana shularni adden sotib olsangizchi. Undan ko'ra mana shular sotib olmasdan shu kursimni sotib olsangiz, hammasini qo'shib beraman. Hammasini o'tida o'rganishingizga sizga 2 oy vaqt ketadi. 2 oyda siz bemalol 5 ta yangi kasb o'rgansangiz bo'ladi.
tildada sayt qilish, copywriting, target yoqish, Telegram Ads, ManyChat boy botlarni ulash, undan tashqari bizda nima bor edi? Sun'iy intellekt bor. Sun'iy intellekt orqali kreativlar tayyorlash. Bemalol masalan, любой targetolga chiqib, men senga sun'iy intellekt orqali kreativlar tayyorlab berishim mumkin. Menga xizmat haqqim ham bunaqa bo'ladi. Menimcha video, menimcha rasm tayyorlab beraman deb bemalol undan ham pul qilsangiz bo'ladi. Xullas, meni kurs shunaqa tuzilganki, har bitta kurs alohida-yu, har bitta kursdan pul qilsangiz bo'ladi. Masalan, target sotdingiz, qo'shib kreativlarni o'zim qilib beraman. $200 qo'shasiz. Kreativlarni masalan tildada sayt qilib beraman. Ya'ni $200 qo'shasiz, $300 qo'shasiz. Saytni professionalligiga qarab bemalol $3000 gacha sayt sotsangiz bo'ladi. Demak, siz 5 ta yangi kasb o'rganyapsiz, 11,470,000 so'm tejab qo'yasiz va 3 yillik tajribamni 2 oyda olasiz. Zo'r-ku, to'g'rimi? Men o'zimni shuncha vaqt yig'gan, shuncha asab, shuncha stress ketkizgan, shuncha pul ketkizgan bilimlarimni siz bemalol 2 oy ichida arzimagan summaga olsangiz bo'ladi. Ya'ni katta bonuslari bilan. Maqsadlarga borish yo'lingizni qisqartirasiz. Ya'ni aytamiz-ku, masalan, boshqa ko'chadagi target kurslarga boradigan bo'lsangiz, faqat targetni o'rgatasiz sizga. Bizda Telegram Ads, tildada sayt qilish, botlarni ulash va hokazo boyagi copywriting kurslari bor, sun'iy intellekt bor. Hammasini siz o'rganib, bu kursda hammasini o'rganib, har biridan alohida pul topib, bitta klientdan ko'proq pul olishingiz mumkin qilib, bemalol tuzilgan bu kurs. Shunda siz bemalol mana shu ustunliklarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Aynan hozirroq men kursimni sotib olish orqali. Lekin afsuski bitta yomon xabarim bor. Joylar soni va bizda vaqt cheklangan. Mana shu taklifim, ya'ni o'sha Target Master kursimni sotib olgan odamlarga 7 ta kursim, 11,470,000 so'mlik kurslarimni bepulga qo'shib beraman, faqatgina 25 ta odam uchun. Joylar soni ko'rayotganinglarda, bu videoni ko'rayotgan odamlar soniga nisbatan juda ham kam. Shuning uchun hozirroq shoshilib qolingda, kurs uchun joyingizni band qiling. Qanaqa joyimni band qilaman desiz, shuni video tagida havola bor. Havolaga kirasiz. Mana shu ko'rib turganingizdek sayt chiqadi. Ismingiz, telefon nomeringiz, Telegram yuzeringizni yozasiz, ma'lumotlar yuborishni bosasiz. Menejerlarimiz xudo xolasa sizga aloqaga chiqadi. Telefon qilib, to'lovlarni sirazi qilib, xudo xolasa gruppa to'lishi bilan darslarni boshlaymiz. Hozirgi natijani 2x yaxshilash cheklisti bor edi. Boshida videoni oxirigacha o'tirganlarga beraman va qanaqa olishga aytaman dedim-ku. Buni ham olish uchun o'sha saytga kirib ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz kifoya, sizni mana shu cheklist turgan Telegram kanaliga o'zi olib boradi. O'sha kommentariyadagi havola orqali. Demak, tushunarli. Kommentariyada turibdi, pastda turibdi. Kommentariyada ham pin qilingan. Yesicho Shahboz Kirjigitov degan Instagram sahifaga kirsiz, uni bio qismida ham turibdi o'sha yerda. O'shanga kirib ham bemalol ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Menejerlar telefon qilib sizga xudo xolasa aloqaga chiqib, sizga ma'lumot berib, to'lovlaringizni qabul qilib olib, xudo xolasa kursga qo'shishadi. Siz bilan xudo xolasa kurslarda ko'rishguncha menejerimizni qo'ng'iroqlarini o'tkazib yubormang. Yaxshi kunda yaxshilikda ko'rishaylik. Charchamanglar, omad.